Assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar. Shaxsiy tadqiqotimga oid tahlillarni davom etamiz video qo'llanma ko'rinishida. Yuqoridagi demak video qo'llanmalarda mustaqil guruhlar o'rtasidagi independent test va ANOVA tahlillarini ko'rib chiqdik. Bundan oldingi videoda demak biz ANOVA testini ishladik va demak survey tadqiqotimda ishtirok etgan respondentlarni ta'lim darajasiga ko'ra demak tadqiqot modelimdagi bog'liq o'zgaruvchilarga nisbatan guruhlar o'rtasida farqliklar borligini ANOVA testi orqali bildik. Lekin o'sha yuqoridagi video qo'llanmada ham aytib o'tdim, ANOVA testi faqat guruhlar o'rtasida farqlik borligini, lekin qaysi guruhlar o'rtasida farqlik borligini ko'rsatmaydi. Qaysi guruhlar o'rtasida farqlik borligini ko'rishimiz uchun biz Bonferroni demak post hoc testini qo'llashimiz kerak bo'ladi, yoki Tuke degan nomli post hoc test ham bor. Hozir bu bo'yicha biroz nazariy ma'lumot taqdim etsam, demak Bonferroni post hoc testi bu ANOVA, yuqorida aytdim, ANOVA testi farq bor degan demak ma'lumotni beradi, lekin qaysi guruhlar o'rtasida farq borligini bildirmaydi. Bizda buning uchun demak Bonferroni post hoc testini qo'llaymiz. Bu demak guruhlarni juft solishtiradi va aynan qaysi guruhlar o'rtasida farq borligini aniqlaydi. Bu post hoc testi. Nima uchun Bonferroni? Masalan, ko'p juftlikni solishtirganda xato ehtimoli oshib ketadi va Bonferroni bu xatoni nazorat qiladi. Ya'ni ahamiyatlilik darajasini alfa 5% bilan solishtiriladigan juftlar soniga bo'ladi. Ya'ni mezon bunda murakkablashadi. Shuning uchun bu ishonchli lekin konservativ usul hisoblanadi. Bunda Bonferronini qo'llayotganimizda xuddi yuqoridagi video qo'llanmada ishlaganimiz kabi yo'l bilan ishlaymiz va u yerda faqat bu post hoc testni belgilaydigan bo'lim bor. Ya'ni o'sha menyu orqali ishlaymiz. Birinchi nimani mustaqil o'zgaruvchiga nisbatan Statistics, Liner Models, ANOVA va One Way ANOVA. Bunda demak birinchi tobe o'zgaruvchim va Education, ya'ni qaysiki 3 va undan yuqori bo'lgan mustaqil guruhlari bor bo'lgan o'zgaruvchi va bu yerda Bonferroni belgilaymiz, galочка qo'yib, qaysiki demak ANOVA guruhlar o'rtasida farq bor deydi va bu post hoc testi Bonferroni qaysi guruhlar o'rtasida farq borligini ko'rsatadi. Va mana bu natijani olishimiz mumkin. Buni hozir qisqacha izohlaymiz. Bunda mana bu jihatiga, yuqoridagi natijaga e'tibor bermaymiz. Bu yerda hozir mana bu har bir guruhlar o'rtasidagi farqliklar, ya'ni kasb-hunar ta'lim darajasiga ega respondentlar bilan bakalavr ta'lim darajasiga ega demak respondentlarni birinchi tobe o'zgaruvchiga bergan javoblari o'rtasidagi farqliklar va mana bu pi qiymat. Biz mana shu demak pi qiymatga ko'ra signifikant yoki signifikant emasligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni farq bor yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Bizga 5% dan kichik bo'lgan pi qiymat kerak. Bu 5% dan katta, 5% dan katta va ko'rishimiz mumkinki faqat mana bu qiymat 5% dan kichik ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va buni ko'ramizki, qarang, bakalavr va PhD. Ya'ni PhD va bakalavr guruhidagi respondentlar mana shu tadqiqot modelimdagi perceived usage effectivenessga tegishli bo'lgan demak nima deydi, so'rovnomada bergan fikrlarimga, chunki nima uchun fikr deyapman, man savollar bermaganman, deb fikr berganman, ya'ni statement, bayonot berganman va ular 1 dan 5 gacha Likert shkalasida baholab berishgan. Demak, bakalavr ta'lim darajasiga ega respondentlar bilan PhD ta'lim darajasiga ega respondentlarni bu birinchi tobe o'zgaruvchimga berilgan statement, ya'ni bayonotlarga bergan baholari o'rtasida farq bor ekan. Demak, shuni Bonferroni orqali shuni bildikki, demak bakalavr va PhD ta'lim darajasiga ega respondentlar o'rtasida farq bor ekan. Ana endi ikkinchi tobe o'zgaruvchi bo'yicha tekshiramiz. Bunda command ishlaymiz, buyruqlar bo'limida ishlaymiz. Qo'yani o'rniga ikkinchi tobe o'zgaruvchi social impact va enter bosganimizda mana bu natijani olamiz.
Bunga ko'ra endi guruhlar o'rtasida farq, qaysi guruhlar o'rtasida farq ekanligini ko'rishimiz uchun biz mana bu P qiymatni qiymatlarga e'tibor beramiz. Bizga 0,5 dan kichkina bo'lishi kerak. 0,5 dan kichkina bo'lishi kerak va ko'rishimiz mumkinki ikkita guruhlar o'rtasida demak farqliklar bor ekan. Qaysiki bakalavr bu social impact bo'yicha sur'iy tadqiqotimda ishtirok etgan respondentlarni ta'lim darajasidagi guruhlar bo'yicha demak ikkinchi tobiy o'zgaruvchim bo'yicha bergan javoblar o'rtasida farq bor ekan. Qaysiki bakalavr va magistr darajasiga ega bo'lgan guruh respondentlarini social impact tobiy o'zgaruvchiga bergan baholashlariga ko'ra farq bor ekan va bakalavr va PhD ta'lim darajasiga ega bo'lgan guruhlar o'rtasida ham farq bor ekan. Ko'rishimiz mumkinki mana bu kabi natijalar chiqdi. Demak, birinchi tobiy o'zgaruvchim bo'yicha bitta farq topdim. Demak, bakalavr va PhD darajasiga ko'ra va social impact ikkinchi tobiy o'zgaruvchimga ko'ra ikkita farqlik bor ekan. Bakalavr va bakalavr master va bakalavr PhD. Buni ilmiy maqolamga mana bu ko'rinishda joylaganman. Mana bu ko'rinishda soddaroq jadval va mana bu qiymatlarni mana bu yerda faqat farqliklarni olamiz. Faqat farqliklarni olamiz va mana bu jadvalda umumlashtirganman. Quyiga ko'ra faqat bakalavr PhD manaqa mean difference o'rtacha qiymat farqi P qiymat va interpretation significant. Ya'ni ahamiyatli, statistically significant. Social impact o'zgaruvchiga ko'ra demak ikkita farqlik bor va bularni o'rtacha qiymatlari farqliklari P qiymatlari va demak interpretatsiya signifikant. Va mana bu yerda qisqagina qaysi guruhlarni o'rtasida farqlik borligi to'g'risida izohlab beramiz. Demak, mantiq shunday. Biz 3 ta va undan yuqori guruhlar bo'lgan o'zgaruvchilarimiz ishtirokida farqliklarni aniqlash uchun tobiy o'zgaruvchilarga nisbatan ANOVAni qo'llaymiz. Agar ANOVA signifikant chiqsa, demak farqlik bor guruhlar o'rtasida har bir tobiy o'zgaruvchi bo'yicha. Lekin qaysi guruhlar o'rtasida farq borligini ANOVA aytolmaydi. Qaysi guruhlar o'rtasida farq borligini Bonferroni yoki 2K kabi post hoc testlardan foydalanishimiz mumkin. Men Bonferronidan foydalandim va bunda ko'rishimiz mumkinki 3 ta farqliklarni aniqladik va buni izohlarda yozib beramiz. Shu bilan hurmatli tadqiqotchilar, ANOVA bo'yicha demak yana davom etadi. Guruhlar o'rtasida farqliklarni aniqlash bo'yicha yana davom etadi. Demak, mana bu yerda keyingi video qo'llanmada raqamli moliyaviy xizmatlarni foydalanish chastotasi bo'yicha guruhlarga ajratgan holda ularni bu guruh respondentlari demak tobiy o'zgaruvchilar bo'yicha qanaqa baho bergan, mana shuni ham ko'rib chiqamiz. Demak, e'tiboringiz uchun katta rahmat.